Assalomu alaykum aka opa singillarim. Sizlarga Qirg'iziston O'sh shahridan juda ham zo'r lokatsiyadan zo'r bad biznes bo'lib ishlagan Bog'iylam degan samovarimizni ko'rsatgani keldik do'stlar. Hozirgi kunda uy qilib ishlatsanglar ham bo'ladi, hech qanaqa sinovga tushmagan do'stlar. Yujniy Alatodan ko'chamizning nomi Kosmonavt, 75-raqamli 8 sotik 12 xonadan iborat. Aka opa singillarim, kelinglarim, shunaqa chiroyli shinam xonadonlarim sizlarga ko'rsatgani har doim kelaman. Bu yerlarda jinda stroyka ishlari bor ekan, keling mana berib qo'ying aka. 12 sotik do'stlar. Juda ham chiroyli. Oldin samovar bo'lgan. Ana, pashsha, yashak. Keling aka, ko'rsalarimizni berib qo'ying. Juda ham chiroyli, shinam, juda ham maza qilib o'tiradigan приятный kuchnamiz ekan. Stol stullarni qarang, juda ham yarashgan. Televizor ko'rib o'tirdim maza qilib. Qaranglar, juda ham bir trinovka qilib, maza qilib, mana sizlarga ro'zani kunida do'stlar. Juda ham chiroyli aka, berib qo'ying, mehmonga qiziqib qoldim. Maza qaranglar, chiqqim kelmay qoldi bunaqa приятный, chiroyli, zo'r uylar. Mana kameralarimiz bor do'stlar. Kuni-tuni kuzatib turadigan. Kelinglar do'stlar, mana spaniyamizni qaranglar, juda ham chiroyli. Mashina ham ixchamgina mana. Mana u detskiy spaniyamiz ekan mana. Urushib ketishmasin deb oralarini ochib qo'ygan ekan. Qaranglar, bu ham juda ham chiroyli. Do'stlarim, mana uni qaranglar, bu ham juda katta chiroyli zal ekan do'stlar. Bu yerda 3 xonadan iborat. Hozirgi kunda jinda qarovsiz qolgan do'stlar, ammo remontlari yangi remont ekan do'stlar. Do'stlarim, bu yerda 3 xonamiz bor, koridor podvallari bilan do'stlar. Birinchi xonamiz, mana ikkinchisi, mana u uchinchisi do'stlar. Sizlarga bunday qilib yangilik ko'rsatib obzor qilib qo'yamiz. Do'stlarim, mana 3 xonamiz podvallariga mana yerdan kirib ketsa bo'ladi, podvalimiz kodlari. Endi keyin akamiz aytayapti, fontanlar ham ishlayotgan do'stlar. Hozir qurilish nimamiz ketyapti. Ishchilarimiz bor, aybga sanamliysizlar. Do'stlar, aka-ukalar, mana qaranglar, pod bizneslar shunday qolaversin, uy qilmaymiz, shunday ishlatamiz desanglar ham bo'laveradi ekan. Mana qaranglar, mana 7 ta qozonimiz tayyor. Sirazi kelib уже maza qilib ishni yurgizib olsanglar bo'ladi. Amonalarimizga ahamiyat bermaysizlar do'stlar, aybga sanamaysizlar. Bular endi qo'ydi yemlari. Kelinglar, mana maylardan ham ko'rsatib beraylik. Mashalloh deb qo'ylarni baylab qo'ydi akamiz. Mana qaranglar, juda ham katta. Mana sizlarga biznes qo'ylar, mana. Mana, oho. Maslarni qilib qo'ymaysiz, maslarda oshasiz, turasiz. Mana. Barakani qaranglar, qo'ylar juda ham xohlasanglar buni uy qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Do'stlarim, sizlarga bu narxlarni aytib ketsam, 8 sotik 12 xonadan iborat do'stlar. Olib bilan sirazi ishlatsanglar ham bo'laveradi, pod biznes qilib. Xohlaylar yashayman desanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar mana mayerdan berib qo'ygan ekan, mayerdan bo'lib ham sota olamiz do'stlar. Akamiz shunaqa deyapti. Do'stlarim, sizlarga narxlarni aytsam, $230,000 deyapti do'stlar. Juda ham yo'lni bo'yi Yujniy Alato $230,000 ozgina kami bor do'stlar. Murojaat uchun raqamlarni yozib olamiz do'stlar. 0551 bilan 008383. Qaytaraman do'stlar, 0551 bilan 008383 do'stlar. 100 marta eshitgandan kelib 1 marta ko'ringlar do'stlar.